Assalamu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli qarindoshlar. Men bugun material ko'rib o'tib, yolg'ondan o'zini Qur'onchilar da'vogan hadis inkorchilarining hozirgi zamondagi eng cho'ng peshvosi bo'lgan, hadis inkorchilarining eng cho'ng to'rbekitni qurib chiqqan Ahmad Mansurning bir maqolasini o'qib qoldim. Endi bu maqola uzun maqola, ammo bu maqolada aniq qilib o'ttirib qo'yilgan fikr nihoyatda xatarli, Qur'onga zid fikir bo'lganlikdan mushu fikrdagi mushu maqoldagi fikrning mazmunini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Birinchisi o'zimning kichik bir diniy talablik majburiyatini ado qilish, ikkinchisi mushu yo'lga bilib bilmay kirib qilayotgan qarindoshlarimning bu fikrning oxirsini nega opirdiganligidan ogohlantirish uchun shunday qildim qarindoshlar. Endi bu maqolada qarindoshlar birinchi bo'lib bu maqola 2022 da yozilgan. Maqolaning bosh temasi Zokir Noyik va qo'sh o'lcham degan. Bu maqolada asosli demoqchi bo'lgani Yevropaliklar islom dunyosini besib olsa, voy siz Muhammadchilar deb yana biz demoqchi. Voy Jahongirlar deysizlar. Sahoba deb, siz sahoba deb ulug'laydigan kishilarmi xalqlarning zaminini besib olgan-ku deb birinchi o'ttirib qo'ygan fikri qarindoshlar. Bütün sahabelerni bular Kur'an'a karşı iş kılan kafirler deb bütün sahabelerni kafirga chiqargan. İkincisi sahabelerinin peş kademleri bo'lgan 4 xalifa Xolid ibn Valid, Ubayd ibn Jarrah, Sa'd ibn Waqqas, Umar ibn al-As, Talha, Zubayr qatorliq eng mashhur jannat bilan xush bishorat berilgan sahabelerimizni kafirning peshvolari degan. Üçüncüsü Allah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette müminlerine buyurgan cihat şeytan hareketi edigen. Ben bu makale Arapça, ben bunu videonun astığa çaplap koyma ulanmasını üzerine okup görsenler buldu. Ey kardeşlerimiz, bu 4 halif kafir olsa, bütün sahabeler kafir olsa, bu ne mükemmeldi. Ey, ben başı yakmayım. Bununla fakat Kur'an'daki ayetlerle cevap vermem. Allah'ın kalam bilen cevap vermem. Eğer sizler insaflık bolsanlar, akıllık bolsanlar, hak yolda mangın var degen bolsanlar, bu sözünü anlatırlar. Ey sahabini kafir deydi. Allah Enfal suresinin 74. ayetinde sahabiler doğruluğunu deydi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Qaranglar. Allohga iymon etgan, hijrat qilgan, jihad qilgan, Alloh yo'lida jihad qilgan va hijrat qilganlarga o'z ziminlaridan zimin bergan va ularga yordam qilganlar haqiqiy mu'minlar deydi. Yani bu yerde hicret kılan sahabelerinin koynuğa alan ensar sahabeler, yani sahabeler ve cihat kılanlar hakiki bulan müminler deydi. Yani Allah bulan hakiki mümin deydi. Ama Ahmed Mansur degan hadis inkarçılarının mollisi, en çoğun peşvası sahabelerini kafir deydi. Senin rasmı Allah'ın rasmı. Yani insaf kılıp kardeşimiz öyle bakalım. Bu sahabelerinin fazla doğruluk acayip yüzlerce ayet var. Cihat doğruluk 200'den köp ayet var. Bunu tuluk inkar kılıp kendi yüzünü Kur'an'cıya dedi. Allah subhanahu wa ta'ala Tevbe suresinin 100. ayetinde şundak dedi. Es-sabiqunel evvelune minel muhacirin vel ensar وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hammeden burun iman etkan ensarlardan, muhacirlerden ve ularının yoluğa tuluk eğilişip mangalladın Allah razı buldu dedi. Aşılar mümin bulmuş Allah razı bulam da. Ey o sahabelerden Allah razı olap gitti. Yani Allah deydi ben razı olardım ve ularga
ostillaridan o'stanlar eqib turadigan jannatlar tayyorlandi. Ular haqiqiy eng buyuk utuq qozonuvchilar deb Alloh manda deyotsa. Bu hadis inkorchilarining peshqadami bo'lgan, mollasi bo'lgan Ahmad Mansur degan ablah bu sahobalarni kofirti, jihad va shayton harakati, to'rt xalifa bo'lsa kofirlarning peshvositi desa, hey siz mush yo'lga mangmoqchimi? Buningdan burun namozni inkor qildinglar, zakotni inkor qildinglar, hajni inkor qildinglar, ro'zani inkor qildinglar, hatto qarindoshlarimiz siz biz o'qiyotgan harab o'qigan juma namozini inkor qildi bu hadis inkorchilari. Siz biz 5 vaqt namozda to'laydigan azonni voy bu shirik kelimasiga buni inkor qildi. Ya'ni islomni ichidan bo'shtib, islomni quruq jozga aylantirib qo'ydi va aylantirib qo'yish maqsadida qarindoshlarimiz. Bu haq bilan nahni bilmay, o'zimizning dinini o'rganmay, mushu ba'zi maddahlarning so'ziga va qalbimizdagi havoyi havaslarga ve şehvetimizge ergişip, to'g'ri yo'ldan ezib ketib qolgan, o'zlarini Qur'onchi deb yolg'on etib, hadisni inkor qilayotgan, amaliyat Qur'onni inkor qilayotgan qarindoshlarimiz tavba qilib, samimiylik bilan o'ylanadigan, tafakkur qiladigan va haq yo'lga qaytadigan vaqt kelmadimi? Assalomu alaykum.